Umid opa, lazerli epilyatsiya zararmi? U rakka olib keladi degan gap qanchalik haqiqat? Keling, bu haqida bizni dermatokosmetolog Mohidildan so'raymiz, lazer epilyatsiyani zararlari haqida. Ketdik. Mohidil, mana qarang, meni podpischiklarimdan shunaqa savol keladi. Umid opa, lazerli epilyatsiya bezararmi, qilsam bo'ladimi? O'zingizni fikringizni bildirsangiz. Lazerli epilyatsiyamiz albatta bezarar, bemalol qo'rqmasdan ishlatamiz. Hozirgi kunda eng zamonaviy diodli lazer apparatimizda ishlayapmiz. Tukni kamaytiradi, to'xtatadi, chiqish jarayonini va oqartiradi, terlashlarni ham taqqa-taq to'xtatadi. Standartdan o'tgan, 1 yildan beri ishlatyapmiz, nojo'ya ta'sirini ko'rganimiz yo'q. Qanday holatlarda mumkin emas? Homiladorlarga, emizigli ayollarga, onkologiya kasalligi borlarga, lazer nurlariga nisbatan sezuvchanligi baland allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Bundan tashqari, har bir ayolga men tavsiyam kuchli yallig'lanish bo'lgan paytda ham lazer epilyatsiya olmang. Lazer epilyatsiyadan oldin ko'kraklarni uzi qilishi hamda chanoq a'zolarini uzi qilishni tavsiya qilaman. Agar sizda onkologiyaga moyillik bo'lsa, ko'kraklaringizda mastopatiyaning og'ir turlari bo'lsa, bachadoni miyommalari katta razmerlarda bo'lsa, albatta shifokorga ko'rining va lazer epilyatsiya bunday holatlarda tavsiya qilinmaydi.